Assalomu alaykum. Mana sizlar bilan yana YouTube kanali orqali birgamiz. Va bugungi videoroligimizda yana bitta oziq tayyorlashni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Уже tayyorlab gullarga quyib oldim va shuni sizlarga ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Mana уже tayyorlab zamyakulkislarimga yodinglarda bo'lsa mana bunday bakchalari bor edi. Mana shularga quyib oldim va mana уже nimalari chiqayapti. Birinchi shoxchalari chiqayapti klubenda. Mana variegatniligi juda ham go'zal. Buniki bitta bargi albinos bo'lsa, bitta bargi yarim variegatni holatda chiqayapti. Mana chiroyli holatda o'zim ham hozir ko'rdim. Suv berib turgan vaqtimda bu bargni ko'ryapsizlar. Variegatniligi juda yaxshi. Va barglarini biroz variegatniligi kam, oralarida bor, o'rtalarida, lekin hali aniq точно variegatniligi ko'ringani yo'q. Mana va yana mana bargcham va bundan ham mana ko'rib turibsizlar, уже chiqishni boshlagan. Mana shunday qilib zamyakulkislarim ham ditkachalarini chiqarishni boshlabdi. Mana bu esa tayyorlab olgan kokteylim. Bizga nima kerak bo'ladi? Bu kokteylni tayyorlash uchun 13-13 NPK 13-13 qaysi firmaniki bo'ladigan bo'lsa ham, menda har xil firmaniki bor. 13-13 bu ham 13-13 bu Buiskiniki. 13-13 bu Master va Lagroniki bo'ladigan bo'lsa, mana shu 13-13 kerak bo'ladi. Mana kaliy fosfat kerak bo'ladi va mana doimiy holatda Navasil ishlatib kelaman. Hozir mana bu yerdan qoldi. Bitta bankasi уже tugadi. Keyingi banka ham mana bu yerdan qolgan, ko'rib turganinglardek. Va yana bizga yoki biogumuz bo'lishi mumkin. Biogumuz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa mana bunday konskiy navozlar bo'ladi. Jidki tayyorlangan gullar uchun azot 3% da, kaliy 2,5 va fosfor 2,5. Bu asosan gullarni tepa yashil qismini rivojlantirish uchun kerak bo'ladi. Biogumuz, agar sizlarda mana bunday biogumuz bo'lmasa, oddiy biogumuzlarimiz ham bor. Mana shundan foydalansak ham bo'ladi bemalol. Va keyin yana mana bu Radiflex bor. Agrachemniki, mana shundan ham 3 oymi 4 oy bo'lib qoldi foydalanib turganimga, effekti juda ham yaxshi. Bu agrachemni asosan Radiflex bilan 15-68-15 formulasini ishlataman. Universal oddiy o'zimda mana bunday universallar bor. Shuning uchun universalni olmaganman. Asosan mana shu ildizlar uchun kerak bo'lgan oziqasini olganman. Bu ham mana shu ildizlar uchun kerak. Mana ildiz biostimulyatori deb yozilgan, ya'niki ildizni rivojlantirish uchun deb yozilgan. Shuning uchun mana shundan olaman. Yana 15-68-15 NPK-ligidan olaman. Buni tayyorlab olish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Mana ko'rib turganinglardek, bu mana bu suvni tayyorlayotgan vaqtimda o'sha NPK Master 13-13 va Radiflex quyib olganimdan keyin yarmini ajratib qo'yganman. Biroz ko'proq qo'shganim uchun. Va endi navbatdagi nimalarni solishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga 1 litr suvga agarda mana NPK 13-13 bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rsatib o'taman sizlarga qancha qo'shishni. Mana ko'rib turganinglardek juda ham oz miqdorda 13-13 qo'shib olamiz va Radiflexdan doimiy holatda 1 gram qo'shaman. 1 gram qo'shamiz. Уже bunga tayyorlab mana bularni aralashtirib olganman. Ikkalasini NPK 13-13 bilan keyin mana Navasil qo'shamiz.
Mana 1 gram navasil. 1 gram navasil qo'shadigan bo'lsak, undan keyin mana kaliy fosfat qo'shib yuboramiz. Bu ham ildizlar uchun. Asosan udobleniylar olganimda birinchi navbatda doimiy holatda gulimizni ildizlari uchun udobleniya tanlayman. Doimiy holatda. Keyingina yashil massa uchun NPK universal 20-20, 18-18 mana shunday udobleniyalardan foydalanishim mumkin. Bonifortlardan foydalanaman. Keyin o'zim alohida A va B udobleniya, jiddiy udobleniya tayyorlab olaman. Mana shundan foydalanaman. Mana ko'rib turganinglardek mana kaliy fosfatni ham qo'shib oldik va aralashtirib olamiz hozir. Aralashtirib olganimizdan keyin endi agar sizlarda bo'ladigan bo'lsa biogumuz qo'shishinglar mumkin bo'ladi. Agarda kimdadir bo'ladigan bo'lsa bemalol konskiy navozlardan ishlatsa bo'ladi, jiddiylaridan. Hattoki yoz oylarida agarda kimdir mana shunday oddiy go'nglaridan topadigan bo'lsa, juda ham ozuqa yaxshi. Bu ozuqa asosan arxijiyalarni juda ham ko'p parvarish qilganman. Juda ham katta nima kolleksiyam bor edi, keyin berib yuborganman. Mana shunday konskiy navozdan ishlatardim. Arxijiyalar juda ham yaxshi ko'radi. Mana shunday hozir nima organik udobleniyalarni juda ham yaxshi ko'rardim. Mana shundan ham foydalanardim. Demak, bugun mana shu konskiy navozdan foydalanamiz hozir. Va mana 1 gram qo'shib yuboramiz. Konskiy navozlarim juda yaxshi. Hayvon go'nglari o'sha gullar uchun juda ham yaxshi ozuqa hisoblanadi. Bilasizlar, oxirgi vaqtlarda umuman biogumuzni gruntga aralashtirib ishlatmayapman. Sababi oddiy kokosiy gruntga perlit, har xil razrexlitllarni qo'shib turib mana shunday ekib olaman. Monsteralarimni ham, hattoki monsteralarim ham mana shunday pustoy, ya'ni ozuqasiz, jonsiz gruntda o'sadi. Hamma gullarim va har doimiy palifda hech qachon bez udobleniyalik suv bermayman gullarimga. Har doimiy palifda mana shunday udobleniya qo'shib yoki tayyorlab qandaydir kokteyllarni tayyorlab turib gullarimga berib boraman, holatidan kelib chiqib turib. Mana shunday qilib bugungi mana udobleniyamiz tayyor bo'ldi, ko'rib turganinglardek. Endi bu udobleniya nima uchun kerak bo'ladi? Bizda hozir NPK 13-40-13 mana kaliy fosfat ishlatdik. Fosforda juda ham ko'p ishlatdik. Sababi ildizlarni rivojlantirish va zamiyakulkislar bo'ladigan bo'lsa, zamiyakulkislarni fosfor klubenkalarini kattalashtirishga ham yordam beradi. Mana shu taraflama bo'ladigan bo'lsa, keyin yana kaliy gullarimizni qish oyida mana shu fotosintez jarayoniga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi va shuning uchun mana shu kaliydan ham foydalandim va yana yashil massani rivojlantirish uchun esa organik udobleniyalarda yo biogumuz yoki bo'lmasa bemalol o'zlaringda bo'ladigan bo'lsa, papugayimiz bor. Hozir mana qanotlarini to'qiyapti. Mana shunday udobleniyalarni qo'shib yuborsanglar, bu gullarimizni yashil massasi uchun NPK 15-40-15 da ham mana 13-40-13 da ham 13% azot bor. Mana shu azot bilan biogumuz birga bo'lib turib yashil massani rivojlantirsa, fosfor bilan mana kaliyday fosfor bilan bo'lib turib ildizlarni rivojlantirsa, kaliy esa mana shu yashil barglarimizni fotosintez jarayonida yaxshi ketishi uchun foydasi bor. Va navasil bu organik biostimulyator bo'lib, gullarning immunitetini oshiradi va yana tarkibida nima ham bor, fungitsid ham bor. Shuning uchun mana shundan ham foydalanib kelaman doimiy holatda. Mana nimamizni, kokteylimizni tayyorlab oldik. Уже bularga quyib olganman va boshqa gullarimga yana quyib chiqishim mumkin bo'ladi. Hozir mana sizlar bilan birgalikda mana bu
Clerodendron Gaspacha Thompsoni. Buni cherenka qilib olganman. O'zimda kattasi bor. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha pastdagi ildizlar. Mana ildizlar juda ham yaxshi holatda, tashqariga ham chiqib ketgan, tagiga ham to'lgan. Mana hozir shunga quyib olamiz. Mana bitta shox chiqayotgan bo'lsa, mana keyingi shox ham уже bitta pochkadan ikkita, yonida yana bittasi bor ekan, 3 ta bo'lib o'sib chiqyapti. Mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli holatda. Kimdir Clerodendron Gaspacha Thompsoni qayerdan olsam bo'ladi degan ekanlar. Menda hozircha faqatgina 3 ta yo 4 ta cherenog bor. Mana shunday holatda. Bularni mart oyida sotuvga chiqaraman. Bu yerda esa mana ko'rib turganingizdek Jasmine Stephanotis, ya'ni Madagaskar jasmini. Mana buni ham ildizlari yaxshi. Mana uncha ko'rinmayapti, lekin ildizlari yaxshi holatda. Va mana bunga ham qo'yib oldik. Va bu yerda esa Ficus Snejniy Shtorm degan sorti, bilasizlar. Mana shunga ham qo'yib olamiz. Mana ildizlari juda ham yaxshi holatda, o'sha tashqariga ham chiqib ketibdi. Tabiat qo'yapti olgandan keyin. Mana bu yerda esa mana shu Ficus mana Zamyagrux variegatning ikkita klubenkasi bor. Mana klubenkalar katta holatda. Ko'rib turganingizdek. Va bargi tepa qismi qolmagan, shuning uchun mana shu o'zini alohida qilib ekib olganman. Ikkita klubenka bor bu yerda ham. Bularga ham birozgina qo'yib qo'yamiz. Mana yetarli bo'ldi. Avvalgi videoroliklarımda ko'rsatib o'tgan edim. Macrorhiza Blackstone variegatini klubenkasini sotib oldim, lekin barglarida mana variegatniligi umuman yo'q deb aytgan edim. Bitta bargini tashladi va yangi yozgan bargida mana variegatniligi paydo bo'lyapti. Mana bu yerda bor va tepa qismida bor. Xursand bo'lib ketdim buni ko'rib. Mana shunda idishda ikkita klubenka kelgan edi. Hozir mana bittadan alohida qilib ekib olganman. Mana bunisida уже variegatniligi paydo bo'lishni boshladi. Mana bugungi videoroligimiz sizlarga mana shulardan iborat edi. Gullaringda agarda ildiz qismlari mana shu holatga keladigan bo'lsa, ya'ni kim yarim ildizlari yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, mana shu kokteyni tayyorlab beradigan bo'lsanglar, albatta ham ildiziga, ham yashil massasiga foydasi juda ham yaxshi bo'ladi. Men asosan mana shu birinchi navbatda doimiy holatda gullarni ildiziga e'tibor beraman. Yashil massaga emas yoki gullashiga emas. Agarda qandaydir gullagan kattaroq gul sotib oladigan bo'lsam, обязательно gullarni kesib tashlayman va birinchi navbatda mana shu o'zim tayyorlagan gruntga ekib olaman va ildiz qismini rivojlantirishga, ildiz qismini yaxshilab olish uchun harakat qilaman. Keyingina yashil massa o'z-o'zidan chiroyli bo'lib rivojlanishni boshlaydi. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.